Assalomu alaykum azizlar. Samarqandda O'zbekistonda obyektimiz. Bu obyektimizning fasad g'ishlariga eron g'ishlaridan berganmiz. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek, ustalarimiz ishlarini tugatib ketishgan. G'ishlar haqida sizlarga ma'lumot beradigan bo'lsak, eron g'ishlarimiz razmeri 5,5 ga 20 bo'ladi. Balandligi 5,5, uzunligi 20, qalinligi esa 2 sm bo'ladi. Hozirgi kundagi narxini ham aytaman, ko'pchilik YouTube'ga narxini so'raydi. Avval lekin siz bitta laykchani bosib, kommentariyaga yaxshi so'zlardan va podpisatsiyani bosib qo'yasiz. Hozirgi kundagi bu g'ishimizning narxi primoylari bir donasi 1450 so'm. Xo'p, mana shuni uglovoy elementlari ham bor. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu burilgan joylari, atkoslariga o'zini mana shunaqa spetsialniy uglovoy elementi ham bor. Buni bir donasi 3400 so'm. Xo'p, g'ishlarimizning 1 kvadratiga mana shu primoylardan 85 dona ketadi. Ugullarimizning 1 pagonometriga 18 dona ketadi. Ko'rib turganingizdek, keling men bu tomonlarni ko'rsataman. Uglovoy elementlarni mana bunaqa joylarga terganda juda ham bir chiroyli chiqadi va asosiy esa mana bunaqa tereza eshiklar atrofiga mana shu uglovoy elementlardan foydalanishadi bolalar. G'ishlarimiz kafelli klayga teriladi. Orasidagi rastvori mana shu kafelli klay hisoblanadi. 1,5 mm hisoblanadi. Xo'p, g'isht terib bo'lgandan keyin birdan orqasini bolalar zalevat qilib chiqadi. Ya'ni beton quyib chiqishadi. Hozir ko'rib turganingizdek, g'ishlarimizning ozgina ustiga dog'i bor. Bu nimaning sababiga? Bu o'sha orqasi beton zalevat qilganda g'isht o'zidan shishib olib bir marta chiqaradi. Bu esa mana bu quyoshga bitta sezonga polni usti bir xil chiroyli bo'lib chiqadi qurigandan keyin. G'ishlarimizning orqasi hozirdan ham shunaqa ko'rinyapti. Xo'p, do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana shu obyektda sokul qismi hali terilmagan. Ko'pchilik bizlardan yana savol beradiki, aka sokul bo'lmagan, bizlar birinchi g'ishtni tersak bo'ladimi dedi. Albatta bo'ladi. Azizlar, buning uchun nima qilasizlar? Sokulingiz terilmagan bo'lsa agar, mana shunaqa pastiga ugonlik qo'yib chiqasizlar. O'zi ana 50 lik ugonlik bo'ladi. Mana shu ugonlikni polni svarka qilib chiqib, armatura qo'qib, svarka qilib chiqib, mana shu ugonlikning ustidan bemalol buni terib chiqsangiz bo'ladi. Keyinchalik sokulingizni mana bunaqa lisensiyalarni qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bu obyektimizga mana tepa qismlarini, karnizlarini ko'rsangiz agar, ustalarimiz tomonidan ozgina figura fason berilgan, mana shu eron g'ishlarini o'zlari bilan. Sizlar ham mana shu ustalaringizga mana shu fasonlarni ko'rsatsangiz, albatta terib berishadi. Xo'p, azizlar, kimga shunaqa eron g'ishlarimiz kerak bo'lsa, biz bilan bog'lanaversa, biz birinchi qo'l o'zimiz olib kiramiz erondan. Pastga nomerlar qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'zing safardan kuzatayotgan bo'lsangiz, pastdagi nomeringizga Telegram, WhatsAppimiz bor. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha bo'ladi, faqat alohida bizlar moshina topib, shofirlar bilan gaplashtiramiz. Yo'l kirosi sizga to'g'ri kelsa, yuklab yuboramiz. Shofirlar chiroyli qilib mana shu g'ishlarimizni olib boradi. G'ishlarimiz bir korobkasiga 60 ta dona bo'ladi, primoylari, ugullari esa 40 ta dona bo'ladi. Xo'p, primoylarni 1 kvadratga 85 ta aytdim. Bir korobkasi 22 kilo, ugulli esa bir korobkasi 27 kilo agar vesini hisoblamoqchi bo'lsangiz. Do'stlar, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, sizga qanaqadir ma'lumot yetkazgan bo'lsangiz, xursandmiz. Sizdan обязательно bitta like bilan podpiskani kutib qolamiz. Keyingi videolarni bizlarga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarga sizlarga yana bir boshqa obyektlarimizni ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Hammangizga rahmat.